Qo'shtepa tumani tibbiyot birlashmasidagi barcha muassasa va bo'limlarda korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish borasida chora-tadbirlar belgilangan. Tuman prokuraturasi mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan ochiq muloqotlar, davra suhbatlarida ushbu illatga qarshi kurashish, maishiy korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik, xalqimiz roziligini ta'minlashdagi muhim mezon ekanligi ta'kidlanyapti. Tibbiyot sohasidagi islohotlar avvalo axborot kommunikatsiya tizimlarining joriy etilishi, raqamlashtirish, kuzatuv kameralarining o'rnatilishi, axborot almashinuvida muhim omil integratsiya joriy etilganligida yaqqol ko'rinadi. Birlamchi bo'g'indan tortib davolash muassasalarida ham ana shu yangiliklar joriy etilgan. Mana bugungi kunda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamiz Qo'shtepa tumanidagi 200 mingdan ortiq aholiga xizmat qiladi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamizda 34 nafardan ortiq tor doiradagi mutaxassislar xizmat qiladi. Mana bugungi kundagi yagona elektron tizimiga bu mutaxassislarimiz hammasi ulangan. Asosiy elektron tizimda qulayliklardan afzallik tomonlari, ya'ni bemorlarimiz uydan turib elektron navbatga yozilishlari mumkin. Ilgarigi zamonlar bilan taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, bemorlarda bir kun vaqtlari, ya'ni kelib poliklinikada vaqtlari o'tardi, chunki navbat kutib. Hozirgi kunda unaqa emas, ham yo'q. Hozirgi kunda shaffoflik darajasida ham yo'q qilinyapti. Bundan tashqari, ya'ni shaffoflikda hamda korrupsiya holatlarida oldini olish maqsadida poliklinikamiz hududida kameralarimiz o'rnatilgan. Qo'shtepa tumani tug'ruq uyida ham keyingi yillarda ona va bola salomatligini asrash, baxtli onalikni ta'minlash yo'lida bir qator yangiliklarga qo'l urildi. Kuzatuv kameralari, ishonch telefonlari, aholi vakillari bilan bevosita muloqotning yo'lga qo'yilganligi tufayli muammoli murojaatlarga, aholining e'tirozlariga chek qo'yildi. Tibbiyot xodimlarining o'zlari ham bu yerda yaratilayotgan sharoitlardan, muassasadagi o'zgarishlardan mamnun ekanliklarini bildirdilar. Tibbiyot xodimlari mehnatiga ko'rsatilayotgan rag'bat, doimiy qo'llab-quvvatlash tufayli tibbiy xizmat sifati va malakasi ortib bormoqda. Prezidentimiz boshchiligida tibbiyot sohasiga qaratilayotgan e'tibor va amalga oshirilayotgan islohotlardan soha xodimlari mamnun. Integratsiya jarayonlari, raqamlashtirish tufayli axborot almashinuv, har bir bemor yoki tug'ruq yoshdagi ayollarimizning salomatligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkoni yaratildi. Qo'shtepa tuman tug'ruq bo'limimiz 120 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, u 53274 nafar tug'ish yoshidagi ayollarga xizmat ko'rsatadi. Endi mana shu elektron tizimda yaratilishi tug'ish yoshidagi ayollarimizni ko'rikka kelganda navbatlar turna-qator bo'lib turishini oldini oldi. Bundan tashqari, mana shu elektron bazani yaratilishi, har xil xavf guruhga kiruvchi ayollarimizni biz o'sha 151-buyruq bo'yicha 1-, 2- va 3-bosqichga yo'naltirishimiz ancha osonlashdi. Ya'ni navbat kutmasdan turib, ayollar shu xavf guruhiga qarab turib, qaysi joyda tug'ishi rejalashtirilyapti. Bundan tashqari, shu ishonch 2030 loyihasi bo'yicha shu yil bizga 19 ta xil tibbiy jihoz uskuna bilan ta'minlandi. Bu tug'ruqxonamizda shu kam vazirli tug'ilayotgan chaqaloqlarga o'z vaqtida yordam ko'rsatish, ularni parvarish qilishda ancha ko'p samaradorligi oshdi. Bundan tashqari, hozir ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatni xolislik ta'minlash uchun, korrupsiyani oldini olish uchun biz shu tibbiyot birlashmasini ishonch raqami, sog'liqni saqlash boshqarmasi ishonch raqamlarini hamda shu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch raqamlarini tabloga ilib qo'yganmiz. Agarda kimda shu ko'rsatilgan tibbiy xizmatdan norozichilik yoki birorta bir muammoli masalalar bo'ladigan bo'lsa, shu telefonlarda bemalol murojaat qilishlari mumkin. Tumanda prokuratura idoralari tomonidan maishiy korrupsiyaning oldini olish yo'nalishidagi ishlar o'zining samarasini berayotir. Doimiy ravishda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda korrupsiyaga qarshi kurashish har bir sof vijdonli insonning, demokratik jamiyat va davlatning muqaddas burchi ekanligi qayd etilyapti. Raqamlashtirish sohalarida, tibbiyotda, qolgan nafaqat tibbiyot sohasi, balki o'sha hududlardagi barcha sohalarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha asosiy yo'nalishlarda tizimli ishlar olib borilyapti. Bu bo'yicha tuman huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamda hokimiyat, boshqa tashkilotlar bilan chora-tadbirlar belgilangan. Har bir sohada o'z sohasidan kelib chiqqan holatda tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Misol uchun tibbiyot sohasida oldinlari fuqarolardan ko'plab murojaatlar kelib tushardi. Bu sohalarda e'tirozlar bo'lib turardi. Hozirda misol uchun o'sha elektronlashtirish, murojaatlarni ijobiy hal qilish, murojaatlarni tahlil qilish, anonim so'rovnomalar o'tkazish fuqarolar o'rtasida, xodimlar o'rtasida tizimli muammolarni aniqlab, ularni tezkorlik usullarida o'sha yechimlarni topish yo'llari bilan ushbu muammolarga barham berilmoqda. Hozirda misol uchun hududda aynan tibbiyot sohasidan misol qiladigan bo'lsak, bugungi kunda tibbiyot birlashmalariga yuzni tanuvchi kameralar, misol uchun elektron navbatlar, bundan tashqari fuqarolarni
murojaatlarini ro'yxatga olish kitoblari, anonim ro'yxatga olish, ular orqali murojaat qisqa raqamlar orqali huquqni himoya qiluvchi organlar, prokuratura, departament, xavfsizlik, ichki ishlar bo'limlariga qisqa raqamlarini integratsiya qilingan. Bu bo'yicha ular tomonidan kelib tushgan murojaatlar tezkor tartibli holatlarda o'rganilib, bu bo'yicha belgilangan choralar ko'rilmoqda. Har bitta oilaviy poliklinikalarda hududlarimizda KVPlar bor, oilaviy poliklinikalar bor hamda hududlarda boshqa muassasat, davlat tashkilotlarida doimiy ravishda xodimlarimiz o'rtasida, xodimlarimiz tomonidan huquq targ'ibot tarbiyalari o'tkazib kelinmoqda. Bu bo'yicha xodimlarga, fuqarolarga belgilangan tartibda tushuntirish ishlari olib borilyapti. Korrupsiyaga qarshi kurashda yangi tizim yaratilganligi, korrupsiyani yuzaga keltirayotgan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish, olib borilayotgan ishlar holatini nazorat tahlil tartibida o'rganish, natijalar yuzasidan muloqotlar, bularning barchasi jinoyatchilikning oldini olishga, aholining tibbiyotdan roziligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.